Qon ko'paytirish eng oson usulini o'rgataymi sizlarga. Mana bunday ko'k olma kerak bizga va qizilcha kerak. Pishmagan bo'lishi kerak xom holatida. Buni turkadan chiqaramiz. Ustidan va yarimta limon siqamiz. Mana buni turkadan chiqarib, qizilchani turkadan chiqarib, qizilchani ham chiqarib olamiz turkadan. Pishmagan bo'lishi kerak. Buni shunday bo'lsa yeymiz. Qaynoqga o'tmaymiz ham. Uy sharoitida maza qilib qoningizni ko'paytirib olasiz. Ishtahangiz ochildimi? Siz ham tayyorlab yeng. Endi hozir mazasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa sochli bo'pti. Limon suvi bilan olma suvlari bilan shunaqa sochli bo'pti. Siz ham tayyorlab yeng. Shunaqa mazali. Bunun ichiga asal aralashtirsangiz ham bormi? Bomba bo'ladi. Tavsiya qilaman, sizlar ham yenglar.